وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yetim kim o? Yetimlik bedeliga Allah Taala qandaq mukofotlarni berdi? Nima uchun Rasululloh yetimlik holatda yashadi? Yetimga ega bo'lguchi qandaq mukofotlarga nail bo'ladi? Yetimning iqtisodiy qandaq qo'g'dilishi kerak? Yetimning pul-milini iniqsiz tijoratda ishlatishi yoki sinab boqish to'g'ri bo'lamdi? Muhaciratdagi Uyg'urlar yetim bolalar qandaq ega chiqishi lozim? Qani suhbatimizning davomiga marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel aqibatu lil muttaqin ves salatu vesselamu ala sadiqil amin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Dünyanın her qaysı joylaridagi ko'rman qarindoshlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun biz Allohning yordami bilan Huquq va majburiyat nomli programmamizning 19 bölümünü sizlar bilan o'rtoqlashish uchun men Nizomiddin Tamkini, suhbatimizning doimlik mehmoni ustoz Muhammad Ali bilan bir araya keldik. Suhbatimizning bu bölümünde yetimning haqlari va uning bilan qanday muomala qilish, yetim va uning jamiyatga bo'lgan ta'siri to'g'risida to'xtalamiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz Muhammad Ali. Bugungi suhbatimiz İslami prinsipda yetimlar qandaq muomala qilish kerakligi to'g'risida bo'ladi. Undaqda birinchi savolim o'zlariga qandaq insonni yetim deb ataymiz? Bu haqda bir qisqagina izoh berib o'tsangiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Sualdan ilgili bir noktani tushunishingizga to'g'ri keladi. Ya'ni dunyo hayoti insonlarga taqsim qilingan nasibi bilan ularning ustiga tushgan imtihon bilan to'shqan bo'ladi. Birlarining ota-onasi bo'ladi, yana birlarining ota-onasi bo'lmaydi. Birlariga Alloh ziraklik, aql ato qiladi, yana birlariga ziraklik ato qilmaydi. Bir kishilar iqtisodining ko'p bo'lishi bilan imtihon sinoq qilinsa, yana birlari yana bir ishlar bilan imtihon sinoq qilinadi. Ya'ni inson hayotda erishgan nasibasi bilan ya ijobiy shaklda yoki salbiy shaklda imtihon sinoqqa kiradi. Yetimlik dal mushu masalalarning birisi. Yani yetim özünün atasını, ata-anasını dünyada yo'qotgan ve şu cihetteki nasibesi nol olgan kişi. Ama Allah subhanahu wa ta'ala qandaq bir kişiden ma'lum bir nasibini elib olgan bo'lsa, onun qarşılığında onunğa yana bir narsani to'ldirib bergan bo'ladi. Hayotga qarab baqsaq, ba'zilarda pul var, qarshısida yana bir tarafi kam. Ba'zilarda yana bir narsa var, onun yeni bir tarafı kam. Ama dünya, imtihan dünyası boğallık tüpeyleden. Hem bizning nazarimizda, bizning itiqad göz qarashimizda dünya mengülük hayat emas, vaqtliq imtihan hayat olganlıqdan bu yerda erishgan narsamizning hech qaysisi bizning eng oxirgi erishadigan narsamiz emas. Balki biz mushu imtihan maydonidan o'tish uchun berilgan bir imtihan qog'ozi. Şuna Kur'an-ı Kerim'ninki Sure Kasas'ın 77. ayetinde وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ اَدَّارَ الْآخِرَةِ Ayetinin mezmunu ne mi dese Allah insana her türlük nimetlerini buyurdu. Yani buna tekimi biz nöbet sözle vatkan tillen çöndürsek her adamın imtihan kağızı okşamaydı. Birilerinin imtihan kağızı yetimlik. Birilerinin imtihan kağızı pul, mal, baylık. Yeni birilerinin imtihan kağızı ayal. Yeni birilerinin imtihan kağızı hukuk, mensep. Yeni birilerinin o, yeni birilerinin bu. Her adamın imtihan kağızı okşamaydı. Yetimlik muşu imtihan kağızlardan bir kağız. Bu imtihan kağızının ki
ya imtihandan to'liq o'tadigan ya o'tmaydigan taraflari shu yetimning o'ziga munosabatlik. Atrofidagi shu yetimga munosabatlik kishilarga ham bog'lanadi. Yetim o'zining yetimlik bilan turib dunyoda qiladigan bir ishlar bo'ladi va atrofidagilarning shu yetimga qarata qiladigan bir majburiyat, huquq majburiyatlar bo'ladi. Shu nuqtadan buning o'zi hammalarga nisbatan bir imtihon, sinoq hisoblanadi. Ya'ni savolning o'ziga naq kelsak, yetim hayotda shu xil sinoqqa duch kelgan kishi. Ya'ni ota-onasidan ayrilgan, balog'atga yetmagan, o'zining ishini o'zi qilolmaydigan, manda bir yoshda kichik bo'lgan kishini, ya'ni balani nima deymiz? Yetim deymiz. Alloh rozi bo'lsin. Vaqtda inson hayotida yetimlik qaysi bosqichga qadar davomlashadi? Ya'ni qachongacha yetim deyiladi yani? Ya'ni normalda balog'atga yetgandan keyin Xo'sh. fiqh sohasida rushd deyishi deb qo'ydi. Bala o'zining hayotiga kerakli bo'lgan ishlarni o'zi bitirib qila olgudek bir yoshga yetgan, aqlga, hikmatga yetgan vaqtga qadar uning yetimligi davom qiladi. Bir bola balog'atga yetdi, ammo o'zining dadasidan qolgan meros iqtisodi olsun yoki boshqa taraflar olsun o'zi hal qilinmaydigan holat hal qilinadigan holat shakllanmasa, ya'ni u boshqalarningki ko'ngil bo'lishiga ehtiyojli birisi hisoblanadi. Masalan, yetim inson balog'atga yetgandan keyin yetim deyilmaydi yani. Ya'ni bo'lamdi. Rushdi yeshiga qana qilsa yessa. Men bayatın degandek o'zining ishini o'zi normal idora qila oladigan bir holatga yetsa. Tabiiyki, agar buni nima qilmasak qanaqa yetimlik yeshi, balog'at yeshi deb buni o'lcham qilgan vaqtimizda ba'zi balalar va balog'atga yetadi ba'zi kishilar. Ama o'zining ishini o'zi qana qilolmaydi, bitirib qilolmaydi. Buningda yine mas'ul chiqadi, ya'ni u ota-onasidan qolib qolgan meros yoki uning mol-mulki, o'zining tavallik mol-mulki, uning hayotida bir ijobiy narsa bo'lmay, salbiy tarafga aylanib qoladi. Uningki ishlarini joyida tasarruf qilish aqli iqtidor bo'lmaganligi tufaylidan. Yani meseleni atalgı meselesi emas, nuqul şeriatninki, dinninki, yetimge qarta qanun tuzum, prinsip, ta'limatlarınki umumi maqsad dairesinden oylab biraz qanaqvatimiz kengaytivatimiz. Endi insan şunda qiziqishning arqasida mal topdi, iqtisod topdi, imkoniyat topdi masalan, huquq topdi, mansab topdi, qo'lda bütün sharoitlar bo'ldi. Endi Müşta bir muhabbetinin türküsünde capa tatıp tapkan iqtisadını şu iqtisad qo'ygan muhabbetinden ibaret acizliqidan halq turup kimga sarf qila olsa yetimlarga, o'zining qarindosh ya masalan o'zining atrofidagi tuqqanlarga, miskinlarga sarf qila olsa, ondan keyin inson bu dunyoning imtihoniga to'g'ri javobni yozgan bo'ladi. Oyatda bayatni deganda ikki xil ifoda bor. Ala hubbihida. Ya Allah qo'ygan muhabbetning turkisida yoki shu molni o kadar yaxshi ko'rib turib degan ikki xil. Meni qaysi nuqtadan kelayli? U ojizlik insondagi molni yaxshi ko'rish va insonning taraqqiy qilishining asosiy sabablaridan birisi. Shu ojizlikdan halqib turib o'zining mol-mulkini yaxshilik yo'llariga, bulupmi yetimlarga, kambag'allarga, miskinlarga sarf qila olgan yetimden bir nas kütmeydi şu insan adatda. Alohida tilga olinganlarning birisi kim o? Yetimlar. Bularni urug' tuqqanlari qatorida Alloh subhanahu va taolo billa tilga olganligining o'zi muhim ko'ngil bilishga tegishli bir soha ekanligining ifodasi. Yana bir oyatda Alloh subhanahu va taolo va yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan va yatiman va asira. Bu oyatdagi yetimga yemak-ichmak berish deganni qanday tushunamiz endi? Endi yani şu desek bizning dastlab degan prinsiplerimizga qaytish to'g'ri keladi. İnsanning hayotdagi bütün iddaolari, eg'izdan chiqqanning hammasi xuddi tamg'isiz bir talonga o'xshaydi. Allohga iymon aytaman bir da'vosi bor. Men jihad qilaman bir da'vosi bor. Men Allohning hamdini yaxshi ko'raman bir da'vosi bor. Bu davalarning hammasi eng oxirida tamg'u qo'ya olmasa inovatsiz. Xuddi hujjat yoki talon
ahirasida bir imzo yoki tamg'o'miz inovasiz bo'ladi ya. Dal endi miskilla. Ha, kinki o'qigan oyatdami? Yani Allah subhanahu wa ta'ala şunu ispatlamadı. Ve yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina ve yetima ve asira. Yani yassız bir hüccet o'xshaydi, hech nimaga o'tmaydi. İnsanның hayatıda qilgan ishlari mana bir nuqtaliq o'rinlar bilan annemiga ega bo'ladi, kuchga ega bo'ladi. Endi oyat bizga naydi inchki ishoratlardan birini beradi. Masalan, shu iqtisod masalasida kambag'allarga sarf qilish masalasida xuz min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum biha va tuzakkihim degan oyatlar bor. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo musulmonlarningki muqim belgilangan zakat mollarini elib ish beshidikilar shu musulmonlarning ishidagi shuni loyiq kishilarga qanaqa qilish, tarqitish to'g'risida. Ve ondan başka muqim belgilengen zakat emas. Muqim belgilengen zakatның vaqti oludu, ölçümü oludu şundamı ya ve bir digan urullarınki muayyen bir belgilenmesi oludu. Muqim belgilenmegen zakatın başka bir iqtisat var insanның. Biz hazır söylep atqanımız şu türdeki iqtisat. Bu xil iqtisatni sarf qilish mu'minninki nayeti yuqur urunga chiqishini talab qildi. Masalan, sura Baqaraninki 177 oyatida Allah subhanahu wa ta'ala kişininki şekli tarafını itibar qilmaydiganligini, meselenin negizlik noktasınınki nädis ekanligini bayon qilib ne deydi? Leysel birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib. Məyədə sizlərinin yüzünlərini məşriqqa, məğrib qilishinglar yaxşılıq emas degini, sizlərinin meyli qaysı tərəfə qarab namaz oqunlar, namaz oqu şəkilləri, məsələn, şəkli işlər. Bular mühim emas. Bular mühim emas. Mühim nokta ne modese sizin kalbin ve kıvatkan ibadetlerinin, kıvatkan işlerinin Allah'ın talimatına uygun buluş bulmaslığı. Velakinnel birre men amene billahi vel yevmil ahir vel melaiketi vel kitab vel nebine ve atel mâle ala hubbihi. İnsanınki hakiki yaxşılık ifadesi etkan imanının, Allah qo'ygan imanının, malaikalarga qo'ygan imanının, kitap qo'ygan imanının ki tasdiqi sübtida o'zi yaxshi ko'radigan mol mulkini o'zining tuqqanlariga, yetimlarga, miskinlarga, musofirlarga, so'g'anlarga, masalan asirga tushib qolganlarga, masalan mushularni qana qilgan, qutqizishga sarf qilgan. Ya'ni bu nuqtani texmo biroz qana qilsak, düşünüşlük bir halatga kelsak, insan hayatta üzgü birilgen imkoniyatlarni başqalar bilan qana qilsa, o'rtoqlashsa. İnsandagi imkoniyat nuqul pullam emas. Ba'zilarininki mansibi yuqorildi, ba'zilarining huquqi yuqorildi, ba'zilarining yuzi urdi. Shu yuzi orqali boshqalarning ishlarida qulayliklar ko'p bo'lsa, o'zining mansab huquqi orqali muvofiq shaklda aloqa qulaylaşlık tüpətində başqalarının haqqıqa kirisi olmaydı. Başqalarının haqqıqa kirməyə asasda başqalarına yardım bəsə, muşlarının həmmisi insanın etqan bütün imanının bir tamğısı. Əməliyyatdakı qana qılınışı, küçükki igi qılınışı əməliyyatda. Çünki Allah insanı dünyaya əkelib, insanın nurgun itiqadlarını qilishini kerak deb belgilab, mesela Allah qo'ygan iman dininin təlimatları, müştərəflərə bo'lgan boysunuş tərəflərinin həmmini insanga təklif bo'lgandan keyin maqsad qilayotgani hayotda shunun ta'siridan ko'rilishi. Dal yetimlarga, kambag'allarga, bechoralarga ko'ngil bo'lish, dal bizning vujudimizdagi shu imonning amaliy o'rtamga chiqishi, amaliy jamiyatga bo'lgan nimasi ta'siri. Allah razı olsun. Onda da faqir yetimga zakat va sadaqaga o'xshagan narsalarning berilishi durust bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Chunki u faqir. İlla ki bir yetim balanınki velisi var. Velisi ihsatlık kişi üstüge bütünlüğü aldı. Men yetim balanın işi bana təvə. Men bir tərəf qılma bunun işlərini degan bolsa, o vaxtda başqa. Onda bolmagan ahval asda yetim balı bəzi bayılı demdi. Mesela ata-anasından miras qalğan yetimlər var. Olağı bolmaydı amma bay emas. Ata-anasından mesela bugünkü vaxtdakidək ata-anasından heç alaqası yox. Pat əsliga kelish ehtimali ham yo'q. Bir ash, bir non, bir pulsiz qolib qolgan yetimlarninki zakatlardan sarf qilinishi tamamen to'g'ri. Chunki zakatning sarf qilinadigan 8 o'rinninki faqir, miskin degan tarmoqlarga tamamen qana qiladi, uyg'un keladi. Masalan, velisi va yetimga velisi ba'zi tag'isi bo'lishi mumkin.
yoki dadasidan bir tuqqani bo'lishi mumkin. Tabii, Yoki kim bo'lsa yetimga kepil bo'lg'uchi kepil bo'lsa, oldi. ammo u odamning zakotga ehtiyoji va faqir bo'lsa, u vaqtida O vaqti boshqa yana. u boshqa. O vaqti boshqa. Allah razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi de ana ve kafil yetim kehateyni fil cenneh degan bir hadis ismi ko'rsatildi. Bu hadisdan nima maqsad qilindi endi? Payg'ambar alayhissalom bu hadisda yetimga kepillik qilgan, yetimning ahvolidan ko'ngil bo'lgan kishi jannatda men bilan mashta bo'ladi deb o'zining ikki barmoqini qanaqalig'liq ko'rsatdi. Ya'ni men bilan o'xshash maqomda bo'ladi deb. Biz darsimizning, suhbatimizning 5-ida dedik. Inson hayotda nurg'un nasibining birlishi ve nurg'un nasibining birilmasligi bilan imtihon qilindi. Yetim dal mushularning birisiki ota-onasi yo'qlik bilan qanaqalig'liq imtihon qilinadi hamda. Yine takrorlaymiz bu yerda. Bu yetimga nisbatan bir imtihon bo'lsa, yetimning atrofidagilarga nisbatan bir imtihon. Hayotda her ish bo'lmasa bo'lishi mumkin. Her qanday narsa bo'lmasa inson normal yashag'olishi, ammo ota-onaning bo'lmasligi eng cho'ng yo'qotilish. Bu eng cho'ng mahrumlik. Endi insondagi shu eng cho'ng mahrumlikning o'rnini to'ldirgan odam, eng cho'ng imtihondan qanaqagan bo'ladi, o'tgan bo'ladi. Dadasi yo'q bolaga dadasi badek bir tuyg'uni berish. Masalan, dadasi yo'q odam ma'lum bir qiyinchilik kelsa, o qadar xafalikqa tushadi. Kichik bola. Buni qanday qilaman deb. Kim bilan menga deb. An birisi kelib, ya tag'isi yoki yana birisi, men sana kepil. Nima ishing olsa, men hal qilaman. Xuddi o'zimning bolasiga qanday qaragan bo'lsam, sana shunday qarayman desa, aning qalbidagi o qo'rqish, o ansirash, o kelgusini ansirash. O yerda bir dadısıraş. Gerçi dadısının orunu alaması mı ama şu dadısının yoklukıdan beşiği kilovatlıqan besimla yok aydı. Bu bir adamın hayatıga hoşallık veriş diyen gap bu. Hayatını yengileştiriş diyen gap. O yüzden bu büyük bir emeli hesaplanıyordu. Allah subhanahu wa ta'ala bu büyük emelinin ki mukafat sübütüde muşakil şekilde yetim okul bölgeyen kişinin ki cennetteki derecesini Resulullah ile okşaş. Resulullah'ın ifadesi de hateyn. İki barmağını ko'rsatdi ya. Qanchalik egiz pesop qalsa shunchalik farq bor. Yani bu Resulullah bilan o'xshash payg'ambar bo'ldi deganlikni ifodalamisi-mi, ammo jannatdagi darajasining ne kadar yükseklikini, büyüklükini ko'rsatdi bizga. Yuqoridagi so'zlardan yetimni kepilligiga og'uchininki ne kadar fazilatga nail bo'lganligini bilib yetgan bo'lsak, endi yetimlik bedeliga Alloh taolo qanday mukofotlarni beradi? Endi misha kelgan vaqtida biz Peygamber Aleyhisselam'dan bir hadisini eslişimiz doğru kılır. Resulullah bir hadiste hel tunsaruna ve turzakuna illa bi duafaikum. Yani sizlerin nüsret girişinle, rızk verilişinle, acizlerinle olan burada. Bu hadisini belki başka çöngede buluşum mümkün. Allah subhanahu ve taala acizlan edip baylağa durdu küçüklerge. Nusretni yoki rizq. Ammo men unda tushunmayman. Men shuna tushunishdan boshqa yana biroz mazmunini kenglab tushunaman bunga. Qanday desa, odatda inson qanday vaqtda hayotda bo'shanglik qiladi desa, imkoniyat ko'paygan vaqtda bo'shanglik qiladi. Masalan, iqtisodiy desa bor, ota-onasi desa bor, ishlarining hammasi qulay. Hamma ishlar o'z yo'lida ketayotgan vaqtda insonda bo'shanglik ko'rinadi. Dal mag'lubiyat mush nuqtadan boshlanadi. İnsan qanday vaqtda haqiqiy tirishidi desa, eng ojiz holatga tushgan vaqtda haqiqiy tirishidi. Shu vaqtda nusrat keladi. Tarixda yiqilgan imperiyalar eng kuchlangandan keyin bo'ladi. Tarixda xarob bo'lgan oilalar eng yuksak moddiy jihatda yuksalgan vaqtdan keyin bo'ladi. Andakin yükseliş qachon boshlanadi desa, eng ojiz holatga tushgandan keyin boshlanadi. Yani aciz insan, yani yetim, onun ota-onasi yo'q. Her işte kimga tayinadi, o'ziga tayinadi. Allah bunu bir onun o'rniga, dadasi ota-onasini elib olganning o'rniga buni bir himmat ato qiladi.
Ata-anası o adam ata-anasına tayinadı. Ama ata-anası yok adam kimge tayinadı? Özüge tayinadı. İşlarning hammasi mening yelkemde deb o'ylaydi. Meselelerning hammasini o'zim hal qilaman deb o'ylaydi. Shu nuqtadan uning yetimligi unga nisbatan kelgusidagi buyuklikninki, qalbininki, yuksalishninki nima bo'ladi bir sabab bo'ladi. Bu dunyodagi yetimlik badilligiga erishadigan to'liqlamasi. Ko'ryapmiz, qarab baqsaq, yaqinga tarixlarga qarasak, nurg'un davlatning raislari aslida qanday bo'lgan insonlar, yetim bo'lgan insonlar. Bizning eng yaxshi o'rnakimiz Payg'ambar alayhisalom. Payg'ambar alayhisalom hayotida qanday yashagan, yetimlik yashagan, yetim bilan qanday qilgan yashagan. Mana mushu ahvol insonni kelgusida buyuk bir kelgusiga ishtirib apmag'adi. Bu dunyoda yarashadigan qiyomat kunisi agar mushu yetim o'zining yetimligida turib, Allohga sabr qilib, tirishib, selni olmay, masalan, yomon yo'lga kirib ketmay, mangsa qiyomat kunisi Alloh subhanahu va taolo ota-onasini dunyoda elib olganning, ota-onasi yo'qligining badaliga buningga buyuk maqomlarni qanday qiladi, hozirlaydi. Yuqorida so'zlab o'tgandek payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu haqda bizga ro'shan bir o'lga. Unda bo'lgankan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yetimlik cho'ng bo'ldi. Hayoti balliq davri yetimlik ichida tog'larninki himoyasi ostida cho'ng bo'lgan bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning yetimlik hayotini qanday tushunamiz bo'lsa? Rasulullohning yetimligi albatta bir hikmat var bunun. Hikmet var tabi. Zemindeki her bir yetimning ko'ngliga teselli oladigan büyük bir teselli. Bir yetim o'zining yetimligini eslab ko'ngli yerim bo'lgan vaqtda Rasulullohni xotirlasa, shu an ko'nglidagi bayatınki yerimlik yo'qaydi. Rasulullahning yetimligida bunda ikki muhim nuqta var. Birisi Resulullah'ның dadısı olgan bolsa, yani Resulullah'ның dadısı küçük vakti vafat taptı ya. Resulullah yani anasının koskodik vakti vafat taptı. Yani dadısını görmedi Resulullah. Resulullah çoğup peygamberlik ilan kılınıp şu kadar işler boğan vakti belki dadısı bu mening terbiyemning mahsuli deydigan bir nokta ortaya çıkışı mümkündü. Ehtimallık. Bu Resulullah'nınki yetimlik dadısı yo'qligining bir hikmeti bo'lishi mumkin. Tabii başka hikmetlerim var. Mening ortaga chiqarmoqchi bo'lganim bu yani. Andaki yeni bir nokta Resulullah'ның qarindoshları yok etrafında. Bir tuqqanlari yok. Balası yok. Agar qarindoshlar bo'lib qolgan bo'lsa-mu, Rasululloh shu natijalarni qozongan vaqtida balkim bir qarindoshlar qanday qildi, yordam berdi degandek binas kelishi mumkin. Ve balası yok Resulullah'nınki. Resulullah'ның balası olgan bolsa, Resulullah'ның balısını küçük vaqtlam qana qilib ketgan, qaza qilib ketgan. Balası küçük bala olğaçqa ötküzgen xatalıqqa belkim Peygamber aleyhissalatu vesselamga qanday qilindi bir tarafdan bağlanıp qilish ehtimoli var. Çünkü Peygamberning balası ya. Maşta bir hikmetler tüpeyledin Allah subhanahu wa taala Resulullah'a yetimlikni taqdir qilgan. Hayotida dadasini ko'rib baqmoqlik, qarindoshları yok, hatta oğul balısı mı yok. Oğul balısı to'lib azroq vaqtdan keyin lam qanaqib ketgan, ilib ketgan. Yani mushu ahvollarni umumimiz qargan vaqtda Rasululloh bunda kamil yetimlikni ta'min etadigan kishi. Ne dadası yok, ne balısı yok hatta hayotida bir oğul. Qarindoshlarim yok hatta. Rasululloh kichik vaqtidan tortib ta vafot topgan qadar hayotning hammasida yetimlikning shakllarinin hammasini tatbiqlar. Ba'zida diqqat qilamiz, ba'zi qarindoshlarimiz ota-onasi bor. Lekin farzand ko'maklik. Shu qarindoshlarimizning dard alamiga qarasaqmi, xili insonning ko'ngli yarab bo'ladi. Yani o'zining balasi yo'qligini qanday qiladi? Qaqshaydi yani, ko'ngli yarimligini ifodalaydi. Ba'zi qarindoshlarimizning qarindoshi yo'q, qo'y bir akam bo'lgan bo'lsa, bir ukam bo'lgan bo'lsa deydi. Reslarning nimasi yo'q? Dadasi mi yo'q? Qarindoshi mi yo'q? Yani balası mı yok hatta? Oğlu yok. Bu noktada Resulullah küçük vakti, yaş vakti, hayatının ahirine kadar manacıkta vakti
tetiydigan bir yetimlikning alimining hammin tetidi. Etrafımızdaki özünü yetim davatkan, oğlum yok, balam yok davatkanlar, kardeşim yok dep könglerim davatkanlarning hammasi çekken dert elemning hammini Resulullah'a naqlılık çekeklik bu noktada. Allah Taala Resulullah'ni yetimlik, boylik, faqirlikdan iborat hayotning barliq bosqichlarini yaşatganligida bizga ro'shan bir ulga va ibrat va dars ilishimiz chiqib turibdi bundan. Tabii. Kur'an'da Peygamber Aleyhisselam'ın bizden bo'lgan alakası, yani biz Resulullah'a qanday muamele qilishimiz kerak degan noktada ve ma atakumur rasul fakhuzuhu ve ma nahakum anhu fantahu. Resulullah ep kelgan narsaning hammani tutinglar, to'sqindan qanday qilinglar yaninglar. Resulullah degan so'zning o'zi bizga nisbatan nima? Sunnat. Qilgan ish harakatining o'zi sunnat. Başqalar Resulullah'ın aldığı qilib Resulullah ha deb tasdiqlagan ishning hammasi nima? Sunnat. Hatta Resulullah'ın suhbatlari hammasi nima? Sunnat. Resulullah ehtiyojli bo'lib qolgan vaqtda har qanday gapni chala qo'ymaydi. Deyishga tegishli gapning hamma hayotda qanday qiladi deydi. Agar Resulullah yetim bo'lmay, ota-onasi sog' salomat, ballar olab, atrofida urug' tuqqanlar olab, masalan, qarindoshlar olab, mahalati turib Resulullah yetimlarga nasihat qilsa, yetimlar nima deyishi mumkin-ti? Sizlar yetim bo'lmag'achqa, uning nimasini o'qimaylar, ta'mini, dard alimini o'qimaylar deyishi mumkin-ti. Resulullah hayotida o kadar faqir kambag'al yashadi. U saltanat bilan kambag'al yashadi. Shu vaqtda yaratgan natijalar o kadar ko'p, hayotining oxirida o'lib ketgan vaqtda bir Yahudining qashda azroq qarz pulga qo'ygan go'rasi bor holat ketdi. Agar sizlar ashta yaşamay, boy holatda yashab, nima izingizda shu yashab, kambag'allarga nasihat qilib, sabr qilinglar. Kambag'allik insonni askilashtirmasin, kambag'allikning o'zi insonni rezillashtirmasin, insonning fazilati boy kambag'allik emas desa, kambag'alliklar nima deydi? Sizlar kambag'al bo'lmagandan keyin qanday qilmaylar, uqmaylisizlar. Deyishi mumkin, yoki qanday qilishi mumkin, o'ylashi mumkin. Demak, Rasululloh hayotda tatadigan dard alam hemen tatdı. Yetimlikning hemen tatdı. Açlıkning hemen tatdı. Kambag'allikning hemen tatdı. Bu noktadan Resulullah'nınki qilgan her so'zi, her hareketi, her bir faaliyeti bizga nisbatan bir bizde karşı inkas, vücudumuzda olsun, tilimizde emas, mümin Resulullah Resulullah'ı inkar qilmaymiz. Könlümüzde olsun mu? Hem de o peygamber olgandikin deydigan bir tuyg'uni keltirmasdan qabul qiladigan bir nimaga aylanadi, namunaga aylanadi. Shu jihatdan Payg'ambar alayhissalom bizga nisbatan har holatlarda namuna. Rasululloh ep kelgan har ish bizning yo'limiz degan so'zlari, qilgan ishlari hammasi bizga nisbatan nima hisoblanadi? Sunnat hisoblanadi. Allah razı olsun. Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ deydi. Bu ayetni chiqishga asosda yetimning pulini to'g'risida ozroq bir to'xtalib o'tgan bo'lsak, yetimga ehtiyojlik qiladigan kishi yetimning tog'isi yoki hammisi yoki vasiyat qilingan kishi bo'lishi mumkin. Endi undaqda ularga yetimning mol dunyosiga qanday muomala qilish kerak? Yetim deganimizdek biz uchun bek muhim bir tema. Yetim bo'lgan bola bizga nisbatan intayin muhim. Hatto bayatdan az ilgari Rasulullah'ningki yetimlik ichida cho'ng'olligini. Shu tufaylidan yetimlarga nasihat qilsa-mu, o bir aqlga muvofiq. Kambag'allarga nasihat qilsa, hatto Rasululloh g'albi nusratning ta'min etib bo'lgandan keyin Makkaga kirgan vaqtida o'zining beshini, peshonasini tugusininki egaga tekkizib turib Makkaga kirgan bir voqelik var. Yani Rasululloh bu holatlarda kambag'allarga qanday yashashni, yetimlarga qanday yashashni, kuchliklarningki qanday nim bo'lishini, kamtar bo'lishini Rasululloh Makkaga fatih qilgan vaqtda beshini qo'yib kirdi-ya. Mahalatlarini to'liq bir o'rgatdi deb tasvirladik yetimning Rasulullohning yetimligi nuqtasidan. Andan keyin sizlar degan Sura An'amning 152-oyatidagi "Va la taqrabu malal yetim illa billati hiya ahsan." Oyatning mazmuni yetimga foydaladigan shaklda yaqinlashsang bo'ladi, yetimning mol mulkiga. Ya'ni bir yetim dadasidan ma'lum miqdorda pul meros qoldi.
o yetim bo'lganlik uchun, kichik bo'lganlik uchun, o'zining mol-mulkini idora qila olmaganlik uchun atrofidagi veli o'g'illar buningga ig'darchilik qiladi. Mayli tog'asi, mayli qarindosh va boshqa kim bo'lsa, oyat bizga birlam prinsip o'rgatadi. U bo'lsa-mu yetimning meliga faqat islohot. Shu yetimga foydali bo'ladigan shaklda qilishga bo'ladi, ziyon bo'ladigan shaklda asla qana qilish qolmaydi. Yiqilish. Hatta Payg'ambar alayhisolamning bir hadisida keldi. Ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluha az-zakat. Bu ko'rsatmada nima deydi o hadis desa? Mal-mulkning har yilda zakatini ayirgan bo'lg'achqa, har yil 2% dan pul chiqib ketaversa, ma'lum yoshga bo'lgan vaqt azlaydan do'pi. Hadis nima deydi bizga? Zakat a pulni azaltyapmısın. Yetimning mol-mulkini savdoga sab qo'yinglar deydi. Mushning o'zimi nima desa, yetimga manfaatlik bo'ladigan bir shaklda qanday qilish kerak? Yetimning malida tasarrufat qilishga bo'ladi ega bo'lgan shaxs. Masalan, yetimning mol-mulkini akilib qanday qilib qo'ysa bo'ladi, tijorat qilib qo'ysa bo'ladi. Mallarga shirik qilib, savdolarga qo'shib qo'ysa bo'ladi. Lekin shart, ya'ni shu odamning vijdoniga va topshiriladigan bir muhim ishdan birisi, shu yetimning mol-mulkining manfaatini o'ylash kerak. Favqul oddiy ziyon kelib qolsa boshqa. Chunki tijoratda, savdoda ma'lum darajada qanday qiladi, ziyon keladi. Ammo normalda o'zining mol-mulkini qanday o'ylab tasarrufat qilgan bo'lsa, shu mol-mulkni shu shaklda qanday qilsa bo'ladi, tasarrufat qilsa bo'ladi. Undan keyin yana bir muhim nuqta bu yerda. Daim yetimning mol-mulki pullan bo'lmaydi endi. Ba'zi Dodiston qilib qolgan bir dehqonchilik maydoni deyli. Yoki cho'ng bog' deyli. Yoki bir zavod, korxona, shirkat deyli. Buningga ega bo'lgan odam agar shunga to'liq o'zi ega bo'lib, o'zi bir qo'lliq shunga kirsa, masalan, zavod ekan o'zi dadasining o'rnida shu zavodning mudiri bo'lib boshqardi. Bir dehqonchilik maydoni ekan, shuning boshliq bo'lib qana qildi, boshqardi. Ya'ni yetimning mol-mulkining bundan keyin zayob ketmaslik uchun davom qildimi? Bu vaqtida qanday qilsin desa, manda bir ifoda bor, falyakul bil ma'ruf deb. Ma'ruf degan nima desa, jamiyatda normal sanaladigan bir shaklda muomala qilinsa bo'ladi. Ya'ni men bir odamning shirkatida direktorlik qilib bersam, mudirlik qilib bersam, men qancha pul olaman maoshimga? Onun bir ölçümü var cemiyette. Ben bir zavod, korxonani boshqarib bersam, men qancha pul olaman maoshga? Onun bir ölçümü var. Bir bog'ni boshqarib bersam, qancha pul olaman? Bunun bir ölçümü var. Agar yetimning mol-mulkini mana shu shaklda idora qilib bersa, birisi, mayli tog'asi, mayli kim ega bo'lsa shu shaklda olsa bo'ladi yetimning mol-mulkini. Ya'ni urfda, odatda, shu jamiyatda shu xil qilgan ish qancha pul haq talab qilsa, ya'ni insof bilan elish kerak yani. Yani şu şekilde eliş gerek. Mesela bir adamın normal maaşı bir zavodga mudir bo'lgan adamning 10 ming ası buludu. 1000 ası buludu. Ama hozirgi zamonda bunday mol-mulk pul hisobda qilib qolgan bo'lsa, zavod emas, uni saqlab berganga unda cho'ng ish ketmaydi. Shunday. Uningga vaqt chiqarmasin bo'ladi. Faqat chayliq xiyonat qilmay qana qilsam bo'ladi, saqlab. Uningga bir narsa olmaslik kerak. Ama şu yetimni uyda boqayotgan bo'lsa, şu adam, o adamning oilasida favqulodda nima qiyinchilik bor. Ya'ni shu vaqtida shu ehtiyojga tushliq, shu yetimning mol-mulkida tugab ketgudek darajada emas. Ya'ni ma'ruf bilan qana qilsa bo'ladi, ma'lum darajada foydalansa bo'ladi. Ya'ni bu yerda eng muhim bo'lgani shu odamning qalbi. Shu yetimning mol-mulkini yevilish yoki yonmaslik. Shu nuqta intayin nima muhim. Yuqoridagi so'zlardan yana bir savol tug'ildi bu yerda. Yetimdan pul milinamdi, aniqsiz tijoratda ishlatishi yoki shu mavhum bir tijorat sinab beqishi to'g'ri bo'lamdi? Ya'ni bayatning deganim shu. Masalan, namda yetimning malini savdo qilgan bir shaklga kirib olib, oldida bir savdo bor. Bu savdoning toza foyda chiqish yoki foyda chiqmasligi aniq emas. Odatda ko'pincha vaqtda savdo mablag' soldiganlar ko'p ehtimol foyda chiqadi deb shuni jazm qilib qo'yganligini soladi. Unda foyda chiqadiganligi aniq olmagandan sanmaydi. Ammo bir qitim tavakkul qilib beqish arziydigan ba'zi ishlar bor. O'zining pulisini sirg'ish chidamaydi. Aniq misollarday.
Yani üzünün pulusunu şu soğuduğu selep bu katımlık soğuduğu tevekkül qilib bakışqa faqat çıtmaydı. Manda yerde başqalarının aldıda eyipli болып qalmaslık üçün, eyiplenmeslik üçün soğuduğu sağantim degan bir şekilde yetimnin miline kelip selep bu soğuduğu. Uğal tuğsa, şikeylerinin kız doğup qalsa sana təvə degендek payda çıxıb qalsa payda çıxdı. Özü alı dem onu məlum dərəcədə. Ziyan çıxıb qalsa apla, ziyan çıxıb qapda məsmə deyib bulduğan ziyanның həmmisi kim qoluduğan, yetim qoluduğan. Yəni o adamның bu yerdə qəlbi ən mühim. Qəlbi də yəni bir ağız prinsiplaşdırsak özünün milliği qanday muamele qılsa, yetimnin milliği mı şunda muamele qilish kerak. Muşu nokta ini qolsa məsələ çıxmaydı. Bu Müslümanlarınki öyler içinde en yaxşı öy, en bereketlik öy, en faziletlik sübetlengen öy, yetim asrını vatkan, yetimge kepillik kılıngan öyken. Onun karşısı da hem de Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de أَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُّ الْيَت۪يمِ اَلَّذ۪ي يَدُعُّ الْيَت۪يمِ. Yani bu ayetten ne maksat kılındı? Ayet, ben bayetin sohbetimizden aldı manda bir misal ağamdım. İnsanın hayattaki, eğizaki, nezrevi hayatının hemmesi tamğısı yok, imzası yok bir talon okşaydı. Hoş. Bu talonğa imza tamğı etilmese güçke gelmez. Hayatta bir adam ben Müslüman deydiken, ben Allah'a iman ettim deydiken, ben kıyametke işinimen deydiken, bunun emeliyeti bir ifadesi oluş gerek. Ma ayet del aşı meselemizi geçip pırvatıdı. Yetimnin 5. sınıfı adam ağızda kançılık dinle dava kılsın, üzünün kançılık takva adab oylusun, bu adamın onu din gışanmaydı. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَتِيمِ. Yetimga dok qıgan, yetimni düşkəligen, yetimnin ki onu azır vergen adam, o her kanca dava qıp kelsin, qana qılmaydı o, din gışanmaydı o, din inkar qılıdı o. Yani bu yerde Allah başka ayettimin de bir meselelerini depirdi bizge. Nezriye bilen emniyetinin bir bağlanış meselesi var bu yerde. Mesela Peygamber Aleyhisselam bilen bir adamın ki bir Resulullah'a ergeçtik ve ergeçtik deyip dava kılavatqı adamın ki Resulullah'a ergeç vatandı. Yani Allah'a ima eytiqliq mu adam ya ki özünün könlüdeki havayı hafızı eytiqliqın buna ayrış için فَاِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ. Senin gipini anlamadı mı? Ula özünün xahişe ergeç vatandı. Bir adamdan vay men Allah'a ima eytiqliq, vay men Müslüman degine baka. Digen bir şekilde nezriyeni bir neticelen bağlavadı ya bir adama bir adamın ki ağızdaki davanı bir tarafı koyup turaylı bu adamın dinini inkar kılmağanlığı yetim deyip adlanады. Yetimnin 5. sılıdı mı? Yıllarca kılgan davası rast. Yetimnin 5. sılımıdı mı? Yetimge düşkəlik kıldı mı? Yetimni öyden qoğlap çıkardı mı? Yetimge köngül bölmedi mi? Bu adamın ki vay men degen palanı, pukunu, men andağıtım, mundağıtım kılgan davalarının hemmesi yalgan. Bu adam dinini inkar kıldı adam. Muşu şekilde Allah Subhanahu wa Ta'ala bizge yetim meselelerini eçpirdiğen bir mühim nokta ikenlikini de pırvadıdı. Aldığımızdaki yetim bizden kanda adamlikini, bizden kanda adamlikimizni kanakpırdı, eçpirdi bizge. Demek فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَتِيمِ degen bu ayet şu yetimlağa yaxşı muamele kılmaydıgan kişilerinki sütte. Karakterini, aslı mahiyetini, meyli eğizde kançlık dava qıp kelsin, bulanın tigideki, könlünün tigideki ahval bu. Digen ihbadla yapırdı bizge. Allah razı olsun. Biz vaqt münasebeti bilen söhbetimizden bu ahirki basqıçlara kelip qaldık. Ahirida şu muhaciretdeki Uyg'urlar yetim balalarga qandaq ega chiqish kerak degan bir savolni so'rasam. Chunki biz yashayotgan majamiyatda ota-onasi hayat bo'lgan yetimlar bor. Masalan, vatanda ota-onasi o'zim yerda chiqib ya boshqa urug' tuqqanlar chiqib qolib qolgan kichik balalar balog'atga yetmagan va
ата-анасы вафат кылган ашында балалармы бар. Буларга нисбетен muhacirattaki Uyghur musulmonlarınınki nima majburiyati bor? Qanday ega chiqish kerak ana Yetimning masalasi haqida mencha suhbatimizning 5-dan hozirga qadar yetarli so'zildi. Yetim bir odamning dinga ishonadigan, ishonmaydiganligininki bir belgisi bo'lib qoldi. Oxirgi hisobda oyatda ifodalandi. Oxirgi yillarda vatan bilan aloqaning uzilishi hammalarga aniq masala bo'lib, mushtabaylardan nurg'un o'qish uchun chiqqan va agar qanday bir sabab bilan chiqqan bo'lib, nurg'un bolalar tirik yetimga aylandi. Ota-onasi bor, ba'sining yo'q. Bu bolalar bugungi shu muhojiratda atrofidagi kishilarningki qo'l ostida qolib qoldi. Ya akalarininki, ya tog'alarininki, ya tunish bo'lishlarininki qo'l ostida qolib qoldi. Hani men shu qarindoshlarga faqat yuragimdagi bir so'zni birday suhbatning oxirisida qandaq bir oilaga, qandaq bir qarindishimizga bir yetim qolib qolgan bo'lsa, Alloh ato qilgan eng katta ne'mat deb tushunish kerak. Ne'mat ulash bilan birga eng katta imtihon deb tushunish kerak. Men aniq aytay. 10 yoshlik boladan birisi qolib qoldi uyingizda, yetim. Va sizning 10 yoshlik, 11 yoshlik, 9 yoshlik bir bolangiz bor. Şu yetimga qanchalik ko'ngil bilish o'zining bolasining kelgusida qanchalik odam bo'lishini belgilaydigan bir omil deb qarayman men. Allohning imtihonisi u. Sizning 10 yoshlik bir bolangdan birisi bor va qachonda 10 yoshlik yetimdan birisi bor. Sizning yetimga qilgan har muomalang natijasini bolangda ko'rsa. Agar balam yaxshi o'qisin desang, shu yetimni yaxshi o'qit. Balam yaxshi odam bo'lsin kelgusi desang, shu yetimni yaxshi odam bo'ladigan barliq amallarni qil. Men bu qadar qisqa deyman gapimni, shundan tugutaman. Ya'ni siz ko'z oldingizda qolib qolgan yetimga qanday muomala qilsangiz, balangizga bevosita shuning ta'siri chiqadi. Qolgan qarindoshlarimiz ko'z oldida nurg'un o'rnak misollar va sinab baqsa bo'ldi. O'zining ko'z oldidagi yetim bolalarga ko'ngil bilish, ko'ngil bilmaslik bilan buning o'zining balasidagi natijasini qanaq baqsa bo'ladi, ko'rib baqsa bo'ladi. Chunki mavti hozirgi ahvollar undan boshqa bu yetim bolalar bugun yetim bola. Ama 10 yildan keyin jamiyatning egasi. Bugun yetim bola 10 yildan keyin jamiyatning egalari bo'ladi. Bugün şu ailelerden, şu tuqqanlardan, şu tağalardan ve cemiyetteki kişilerden yaxşılık, mehribanlık körüp yoğunluğun bala kelgüsüde mehribanlık taqıtıdı, yaxşılık taqıtıdı cemiyette. Manda bir noktasımızın çıkamaydı. Meyle biz köngül bölsek de, bölmesek de şu ballağa. O balla mutlaka ıhtidarlık adam buludu. Biz bayatın degendek yetim balla, aciz balla del kalbininki ve kelgüsüdeki imtiyazının sahipleri. Özgü tayinip bizning ballarımızın yaxşı adam buludu ular. Yani ixtidarlık adam buludu. Bizning ballarımız köp hallarda ata-anasına tayanğanlık için a balladaki ixtidarlık çıkanmaydı. Yetim ballar özgü tayanğanlık için. Men üzem qılmasa man qıpırdıgan adam yok deydigan bir xil tuyğu olğanlık için ular bizning ballarımızın ixtidarlık adam buluşı aniq. Amma muşu iqtidar ya kelgüsüde icabi olab cemiyeti təsirini göstərdi, ya səlbi olab təsirini göstərdi. Bunun icabi olab təsir göstərişi, ya ki səlbi olab təsir göstərişi dəl bizning bugün şu yetim ballağa biradigan təsirimizə bağlı. Əgər bizdən bugün mehr muhabbetini his qılsa, şu iqtidar kelgüsüde mehr muhabbet taqıdığan vasıta ayındı. Əgər bugün bizdən nefretni, xorluqni, taşlap qo'yishni, masalan, ig'ra qo'yganda ziyankeşlikni ko'sa aballar kelgusida ashtalan psixik odam bo'ladi. Atrofidagilarga uning ijobiy tarafi tegmaydi. Kelgusida uning jamiyatimizga bo'lgan salbiy ta'siri favqulodda bo'lib ketadi. Ko'pincha
ig'ir jinoyatlar bilan turmoq kirib qolganlarning tarixini surishti qilsa, hayotida ko'pincha yetim bo'lganlar va yetimlik davrida boshqalar tarafidan qanaqa qilganlar xo'rlanganlar. Mush nuqtani esimizdan chiqarmaslik kerak. Chunki kelgusi jamiyat, endi bizning jamiyat, kelgusi jamiyatda bizning bolalarimiz yashaydi, bizning avlodlarimiz yashaydi. Bizning kelgusimizning qanday bo'lishi bugungi kichik avlodlarga bog'liq. Bugun yetimga qanchalik ko'ngil bo'lganimiz, kelgusi jamiyatimizga shunchalik ko'ngil bo'lganimiz hisoblanadi. Allah razı olsun. Hürmetli kırındaşlar. Yukarıdaki bu sohbetimizde umum mazmundan eğer yetimler aşundaq muamele kılışqa buyurulgan bolsak, elbette aile ve perzentlerimizge mu tıxımı yaxşı illiqlik yetküzüş ve ailemizin tıxımı bes söyüş ve yetim ve başka özümüzden perzentlerimizde mu bir orunda koyup terbiyeleş ve atansı yok perzentlerine mu ulağımı ehmiyet veriş, ta'lim terbiyesiga ehmiyet veriş bununki ne kadar muhimliğini bilip yettik. Bununki dünya ve ahiretteki faydalarını, menfaatlerini, faziletlerini yukarıda anlap öttük. Allah subhanahu ve taala hemmimizni başta men boluş sübütüm bilen bununla emel kıgılı ve barlık kırındaşlarımızne bu haqda fikir yürgüzüşüne, etrafımızdaki yetim ballarını izdişine, ularınki atanısı yok, vatanda qalğan çok ballarga ehmiyet verişi, maddi ve manevi taraftan yardımcı oluşunu çin qalbimden sorayman. Allah subhanahu ve taala hemmanlarınki bu programni ko'rganliging uchun yaxshilik ato qilsin, dunyo va oxiratda mag'firat va rahmat ato qilsin. Shu munosabat bilan suhbatimizdagi mehmoni ustoz Muhammad Aliga rahmatimni bildiraman. Allah subhanahu va taala dunyo va oxirat yaxshilik ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.